Assalomu alaykum. Navruzbek Uz kanalining hurmatli obunachilari va bizni muntazam kuzatib boruvchi aka-ukalarimiz. Hop, qo'y ishqibozlari, qo'zi ishqibozlari hamda toza qonli Arashan Qo'chqor ishqibozlari. Akalar, bugun biz Namangan viloyati, Namangan tumani Tepaqo'rg'on qishlog'idan, Arzonchilar Optimchilar qishlog'idan video syomkalarimizni olib boramiz. Xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rib, like-ni bosib tursalaring, bugunga Qo'chqor deysizlarmi, sovuliq, bo'g'oz deysizlarmi, hamma turidan chiqadi xudo xolasa. Akalar, bugun hafta kuniga seshanba 2026-yil 20-yanvar xudo xolasa. Akalar, bo'lmasa biz videolarimizni boshladik. Biz bugun o'sha har doim kanalimizda qo'ylarning narxini juda ham qulay qilib qo'yib berayotgan, eng qizig'i hamma turdagi qo'ylarni chiqarib berayotgan akamiz Dilmurodjon akamizning xonadonlariga yetib kelganmiz. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Keling, Navro'z. Dilmurod aka, zuymisiz, charchamasdan. 3-4 kundan burun ko'ringaningiz yo'q aka. Bugun xudo xolasa asarti video bo'ladi. Hammasidan bor. Xudo xolasa. Hamma turidan. Hop, birinchi partiyamizga toza qonli Arashan variantidan aka. Xudo xolasa, qo'zi. Jonivar. Mashalloh, Qo'chqor yoqsa akalar, mashalloh deb kommentariyada chiroyli iliq fikrlaringni bildirib o'tib ketasizlar. Buni qaranglar akalar. Oyoqlari ham o'ta polvon, oyoq kengliklari zo'r. Dumbada mana akalar razrezam bor, xudo xolasa. Haqiqiy kelishgan. Zo'ridan olaman deganlarga. Dilmurod aka, endi buni yo'masa ma'lumotlarini beraylik aka. Bu Navruzbek qo'zi bu. Qo'zi. Ko'rsatib qo'yaylik. Necha oylik atrofida aka bu? 10 oylik atrofida. Ko'rindi. 10 oylik atrofidagi qo'zi. Endi buni aka parametrlarini gapirsak. 85 baland chiqadi, 85 ga olishaveradi. Bo'ylari 85 baland chiqadi, 85 ga olishaveradi, ha? Hop, Xolasa. quloq uzunliklari o'lchanganmi, O'lchanmagan, lekin mana salkam bir qarish desak ham bo'laveradi mana. Nechiga olishaveradi qulog'ini? Xohlasa 20 ga olishsa, xohlasa 21 ga, xohlasa 19 ga. Ha, 21 gacha xotirjam chiqaveradi, xudo xolasa. Qo'chqor ishonchli, mana korpuslari ham, oldi oyoqlar, polvonligini qaranglar, oyog'i, korpusi o'ta ham go'zal. Tinig'idan olaman deganlar, mana bugun telefon qilib aloqaga chiqinglar, xudo xolasa. 7 ishda sog'lomliklarga garantiyasi bor. Bir haftaga. Lekin joniga emas. Joniga emas, yeb ichishiga, sog'ligiga umuman muammosi yo'q. Muammosi bor narsani chiqarmaymiz. Hop, akalar, xudo xolasa 10 dona sovlig'im bor, yo'masa 20 dona sovlig'im bor, hali yosh. Bu yildan keyin Qo'chqor qo'shaman degan akalarimiz bo'lsa, tavsiya qilamiz, xudo xolasa. Bu yildan keyinga Qo'chqorimiz haqiqiy bo'ydoq bo'lib qoladi akalar. Maza qilib boqasizlar, xudo xolasa. Ancha yil boqsalaring bo'laveradi. Qo'yib yuboring-chi Dilmurod aka, bir Qo'chqor yurishini ko'rsataylik xalqqa. Voy mashalloh, jonivorni qaranglar, go'zalligini. O'ta ham tinig'idan olaman Navruzbek deb qidirib yurgan bo'lsalaring akalar, mana shuni olinglar. Aka, boqyapsizmi? Zo'rini boqing, mana shunaqa tozasidan boqing aka. Dilmurod aka, endi buni narxlarini nima deymiz aka? Navruzbek, buni narxini bo'ladiganini aytamiz. Qancha aytamiz aka? 10 million. 10 million. 10 million. Kami bormi yo kami yo'qmi? Bo'ladigani ozmoz xayrga yo'l qo'yib berishim mumkin. Bo'ladigani 10 million, telefon qilsa xayriga yo'l qo'yib berasiz. Beraman. Mana akalar Qo'chqor. 10 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Xudo xolasa Qo'chqorni originalidan zo'ridan olaman deganlar telefon qilib aloqaga chiqinglar. Jonivorni xudo xolasa zot olib ko'paytirib yuraman degan akalarimizga. Akalar, ikkinchi partiyalarimizga ham xudo xolasa videoni oxirigacha ko'rsalaring boshqachalaridan chiqadi dedim-ku akalar. Ikkinchi partiyamizga bo'g'oz sovliqni velikanlar. Yirigidan olaman deganlarga. Sovliqni yirigidan. Yirik kashtanidan olasidan olaman deganiga ham bor. Haqiqiy ali nima desa bo'ladi? Bo'g'oz sovliqni velikanidan olaman deganlar deb qo'ydilar. Yillar ko'chib qolgan o'sha oldi yeliniki mana endi o'lyapti. Ko'rsatamiz. Xudo xolasa akalar mana. Sari ham zo'r qo'yiladi. Velikanidan olaman, kattasidan olaman deganlar mana telefon qilib bugun aloqaga chiqinglar Dilmurod akamizga. Dilmurod akamizda bugun assortiment hamma qo'ydan bor. Ona bola deysizlarmi, bo'g'oz deysizlarmi, Arashan sovliq, kashtan bo'g'oz hamma turidan bor. Dilmurod aka, bu yerda soni nech bosh? 6 ta. Soni 6 dona. Lekin mana olasini ushanglarchi, bitta mana shu olani ushanglarchi. Olasi ham vobshim boshqacha qo'yagan jonivor. Ko'z tegmasin. Jonivorni kattaligini qaranglar. Tishini bitta ochib ko'rsataylik. Obunachilar ko'rsin. Mana. 4 ishdan 6 ishga endi o'tkazyapti ekan, xudo xolasa. Orqalari ham vobshim kelishgan. Kattasidan olaman, kattasidan deganlar. Telefon qilib aloqaga chiqinglar. Dilmurod aka, buni bo'g'ozliklari endi necha oylik atrofida aka? Aka, buni Navruzbek bularni 1 oy
1,5 oy atrofida tug'adi, xudo xolasa deb bizga berishgan. Ha. Mana o'zi oldi yilillari ko'chib katta-katta Ammo haqiqatdan Dilmurod aka o'zim ham ko'rib turibman, haqiqatdan yelinlari katta-katta bo'lib bilinib qolibdi aka. Nima deydi? Buni biz 1 oyda tug'adi, 10 kunda tug'adi desak, 10 kun emas, 15 kun, 20 kunda tug'ib ya 1 oy, 1,5 oyda tug'adigan bo'lsa, yolg'on gapirish, keragi yo'q. 1,5 oy bag'ida tug'adi. Allohga tavakkal, xudo xolasa, hammasi bo'g'oz. Hammasi bo'g'oz. Lekin akalar hammasini yelinlari bilinib qolgan, velikan katta-kattasidan akalar jonivorlar, mashalloh. Bitta qashqasi ham bor ekan. Xo'p, bo'ylarini nechiga beramiz aka buni? Asli bular 90 ga yaqin, 90 chiqadi qo'ylar. Ha. 85 dan olishaveradi. 85 dan olishaveradi. Mana Navruzbek, mana yelini. Mana. Oyog'ini ko'tarolmayapti. Nimaga akalar? Qo'ylar o'ta og'ir. Mana akalar. To'lib turibdi, xudo xolasa to'lib turibdi akalar. Telefon qilib, shoshilib aloqaga chiqinglar. Mana qo'yni qaranglar, tishini ochib ko'rsatib qo'ying. Voy, mashalloh. 4 yoshlari ham 4-6 kerak Dilmurod aka. Dilmurod aka gap so'z yo'q. Xudo xolasa bu safar ham paddishga qilishsa aka. Xudo xolasa yengil qilib beraman. O'zimcha yengil qo'yaman, xudo xolasa. Bozorga qarab, bozordan chiqib ketadigan joyim yo'q. Xudo xolasa internetda yaxshi nima deydi? Yengil qo'yyapmiz, xudo xolasa yengil qo'yayotganmiz, yengil qo'yamiz yana. 7 ishchi sog'lomliklari zo'r. Bir hafta garantiya. Bo'g'ozlikka ham garantiyasini beraverasiz aka. Xudo xolasa, ey. Bo'g'ozlikka ham garantiyalari berilaveradi. Qo'ydi katta variantlari akalar, mana. Yoshlari ham 4 tish, 6 tish ashnaqami? Eng kattasi 6 tish. Ikki tishi ham bor ichida. Ash ikki tishini bitta ko'rsatib qo'yaylik, bitta ochib ko'rsatinglar tishini. Mana akalar endi ektishga chiqyapti ekan. Ektish yo'q ekan lekin. Endi 4 tishga o'tyapti ekan. Ektishdan 4 tishga o'tyapti ekan akalar. Qo'ydi lekin velikanlar. 4 tishga olaveradi. 4 tishga olaveradi. Olishsam bu gap yo'q boshqa. Dilmurod aka, buni bu qo'yib bo'ladi. Iloji shuncha g'o'da bo'lgandan keyin 4 tish 6 tish bo'ladi. To'ppa-to'g'ri. Aka buni mayda juda qilmaylik. Buni bo'ladigan narxini ayting. Obunachilarimiz xursand bo'lib olishsin aka. Har safar o'zi kanalga siz chiqsangiz, prosmotrni ham bomba qilib obunachilar like ham zo'r bosib qo'yishyapti aka. Navruzbek bular 9 milliondan beraman. Kami bor xudo xolasa. Bularni o'tib beraman, Qo'chqarga o'tib beraman, yo'l qo'yib beraman 10 millionga dedimi, bularga normalni o'tib beraman. Dakansa o'tib beriladi xudo xolasa. Har doimgiday rasprodaja bo'ladi. Bo'ldi. Qancha o'tib beray Navruzbek? Qanchadan o'tib berasiz? Obunachilarimiz maza qilsin. 200 mingni o'tib beray. Ya buni siz men so'rasam qimmat so'rab qolaman. Buni faqat o'zingiz o'tishingiz kerak aka. Dangal o'ting bo'ldi, boshqa gap yo'q. Mincha o'tib beraman. Ha. Videoni qisqa qilib, ha, partiyalarim rosa ko'p. Buni narsani 8,5 milliondan bor barak. Bir joyga ketaveradi. Bir joyga. Ammo pilusi bor. Bitta oladigan odamga, ikkita oladigan odamga. Joningiz sog' bo'lsin. 8,5 million so'mdan akalar mana. Telefon qilib aloqaga chiqinglar mana. Xudo xolasa zo'rlaridan keldi. Jonivorlarni qaranglar. Lekin bitta ikkita olgan odamga albatta pilusi bo'ladi-da, akalar to'g'ri tushunasizlar. 5 qo'l baravar emas deydi-yu akalar. Ha, kelib ko'raman degan odam tepasiga kelib ko'rsin, qo'y arziydi. Ammo Dilmurod aka qo'ylaringizni arziydi. Qo'ylaringizni video qilyapman aka. Qo'ylaringizni video qilyapman, ekranga arang sig'yapti aka. Gap so'z yo'q. 8,5 million so'mdan obunachilar juda ham zo'r narx bo'ldi. Xudo xolasa telefon qilib aloqaga chiqsalaring ekrandagi nomerlarga ozmoz o'tib ham beradilar, xudo xolasa. Akalar bo'lmasa biz 3-partiyalarimizni boshlaymiz. 3-partiyamizga ham yaxshi qo'ylardan chiqadi xudo xolasa. Mana bu qo'ylar lekin haqiqatdan arzon bo'ldi akalar. Telefon qilib aloqaga chiqing, shoshilib aloqaga chiqing hoji aka. Akalar 3-partiyamizga mana undaqangi arashan sovliqni chaman variantlaridan jonivorlarni qaranglar, hammasi oq yuz, oq quloq kelishgan tiniqlaridan akalar. Jonivorlarni qaranglar, hammasi zo'ridan xudo xolasa akalar. Yaxshi variantidan olaman, tinig'idan olib, o'zim tarbiyalab, ko'paytirib yuraman degan akalarimiz mana endi aloqaga chiqinglar, xudo xolasa. Arzon joyidan, o'sha arzonchi akamizdan yana yaxshi arashan bo'g'oz sovliqlar chiqyapti. Mana bo'g'ozmi Dilmurod aka? Xudo xolasa bo'g'oz. Bo'g'oz aka. Bo'g'oz. Endi buni aka soni nech bosh? 6 ta. Soni 6 dona. Xudo xolasa akalar soni 6 dona. 7 ishchi sog'lomliklariga nima deymiz aka buni? Bir hafta kafolatlari bor. O'zimga tan qo'y. Yoshlariga nima deymiz aka? Yoshlari 4 ishdan. Yoshlari 4 ishdan. Yoshlari xudo xolasa hammasi standart 4 ishmi aka? Ha. Qirg'izistonda aka ikkita qo'shar ekan Qo'chqorni. Birinchi qoringa. Bular nechinchi qoringa bo'lgan? Birinchi qoringa. Birinchi qoringa.
Qirg'izistondan o'tgan bular Bishkekdan, xudo xolasa. Ertaroq o'tgan. 4 tish. Jonivorlar hammasi zo'r. Nechta tish bu qani? 2 tish ekan mana shu. 2 tish ham bor ekan. Umrat aka o'zlari ham bilmaydilar. Mashalloh. 2 kishi ham bor ekan. Aka, borgan odam shunday tishini ochsa aka, hech qachon xijolat bo'lmaydi-da. Xursand bo'ladi aka, xursand bo'ladi. Mana jonivorlar qaranglar, hammasini toni toza, elitnoy variantlaridan. Umrat aka endi buni xudo xolasa yaxshi qo'yib keldim deb qimmat narx qo'yib olmaysizmi aka? Yo'q. Bularni bor-ku. Xudo xolasa qo'chqor sog'liqda udar variantlaridan. Tumorlarini qaranglar jonivorlar. Navruzbek, Narxi nech puldan aka? narxini aytaman. Ayting. Laykdan bosishadimi? Voy, laykni bosib, otangga rahmat deb kommentariyada lekin kamchiligingiz bo'lsa ham yozib qo'yishadi. Kamchilikni varillatib yozishsin. Biz xafa olmaymiz. Xafa bo'lmaysiz. Narxini ayting aka. 6,5 dan. 6,5 dan. Kami bormi yo bo'ladiganimi aka? Buni bunday qilib ayting-da. Qilib aytmadi. Bo'ladi. Bo'ladigani ozmoz yo'l qo'yib berishim mumkin. Ozmoz yo'l qo'yib beringlar. 6,5 million. 6,5 dan. Akalar, bu narx siraz aytayotganlari sabab nimada? Partiya ko'p. Arzon qilib chiqaryaptilar, partiya ko'pligidan, to'g'rimi? Partiya ko'p akalar. Ham desa, mana qorong'i ham tushib ketyapti, xudo xolasa akalar. Jonivorlarni qaranglar. Mana 6,5 million so'mdan realni gap arzon narx bo'ldi. Telefon qilsalaring xayriga o'tiladi. Qo'yaman. Ha aka. Qo'ylarga mehr kerak. Mehr kerak. Yeb ichishi, sog'ligi hamma yo'g'i zo'r qo'ydi. To'ppa-to'g'ri. To'g'risida, u ko'rgan odam ozg'in ekan, u ekan, endi o'tib yurgandan keyin ozg'in bo'ladi qo'y. Ha. O'tib yurgandan keyin ozg'in bo'ladi. To'g'ri tushunamiz aka, gap so'z yo'q. Bundan keyingi qanaqalari chiqadi endi, xudo xolasa qo'chqor chiqadimi? Menga bitta qulog'im mana ancha qo'chqarim bor. Qulog'i mana anchasidan. Akalar o'sha Dilmurod akamiz aytgandek bular ozgina mehr talab, ko'p emas. Mehr ko'zda deydi-yu akalar. Bo'lmasa biz bundan keyingi partiyalarimizga o'taveramiz. Partiyalarimiz ko'pligidan o'sha nechinchi partiyaligi ham esimizdan chiqib qolyapti. 4-partiya adashmasa. 4-partiya. Xudo xolasa 4-partiyaga o'tdik akalar. Akalar 4-partiyamizga o'sha Dilmurod akamiz aytganidek quloqlari uzun variantidan keldi akalar, xudo xolasa. Jonivorni qaranglar. Voy mashalloh. Odamga ham o'rganib qolgan bu kameraning yonida aylanib yuribdi. Kattaliklari ham udar. Dilmurod aka endi buni bunday to'g'rilab oling, oyoqlari bunday bu oyoqlari og'riganga o'xshab qolyapti. Bunday tekis qilib o'shang aka. Hop, buni yosh oyliklari qanaqa aka endi bu? Babachak bu. Babachak. Yoshini oching aka, buni tishini ochsangiz yoshini aniqlaymiz. Tishi ham kelmagan bu. Akalar, hali qo'zi ekan jonivor. Quloqlari necha santimetr buni? 20 ga olishaveradi, 22 chiqadi qulog'i. Quloqlarini 20 ga olaverasizlar. Buni oyoqlarini qaranglar akalar. O'ta polvon. Ko'kraklarini qaranglar, haqiqiy mana taglari ham oq palasa, xohlasa. Hamma tomonlama zo'ridan olaman deganlar, aloqaga chiqinglar. Katta o'p ketadigan qo'y baqaman, qo'chqarni katta o'p ketadigan baqaman degan odam mana shuni olsin. Mana shuni olsin aka. Lekin bu yosh oyligi endi necha oylik atrofidagi 10 oylikka yetmagan-da. Qo'zi-da. 10 oylikka yetib yetmagan qo'zi akalar. Metrni qo'yaylik, mana shu qo'yga bir qiziqishga aka bo'yi necha chiqar ekan? Uning bo'yi bir 90 da. Yo, 90 chiqmasa kerak, ya chiqadimi lekin. Mana yerida. Ko'rib olishaveradi. 90 plus 95 chiyapti. Murod aka gap so'z yo'q qo'chqorga. Qo'chqorga ham birdan oshiq. Qo'chqorni, voy aka, Qirg'izistonbek Chishtikavagi qo'ylar, Chishtikavagidagi qo'ylar hammasini olib chiqyapti shekilliga aka. Uyda haligi liniyali qo'chqarimning sherigi bu. Shuani sherigi. Narxi qulay-a buni xudo xolasa. Narxi qulay. Buni narxi qulay. Xudo xolasa qo'chqorni zo'rini olaman deganlar aloqaga chiqasizlar bugun akalar. Bugun assortiment hamma qo'ydan bor. Zo'r video bo'lyapti akalar. Laykni bosib, otangga rahmat deb chiroyli qilib kommentariyada iliq fikrlaringni bildirib o'tib ketinglar. Endi mana shu qo'zi qo'chqorga laykni bosmasalaring akalar, qaysi qo'chqorga bosasizlar? Endi buni Dilmurod aka narxini aytamiz aka. Buni bo'ladiganini aytamiz buni ham. Necha pulga? Bo'ladiganini ayting. 11 million. $1000, $2000 yo'q. 11 million. Endi qarab turing aka, biz ham bozorda yuramiz aka. Hop. Telefon qilsa mayda biz baraka qilib qo'yyapmiz. Xayriga o'tib berasiz. Xayriga o'tib beraman. Meni pulim, davlat puli. Joningiz sog' bo'lsin mana. Qo'chqorni qaranglar akalar. Bo'ylari 90 plyusda, lekin 10 oylikka yetib yetmagan qo'zi. Jonivorni qaranglar. Tanagani olaman, zo'ridan olaman, yaxshisidan boqaman degan akalarimiz aloqaga chiqinglar. Bo'lmasa biz 5-mi partiyamizga o'tamiz akalar. Arashan ona bolani mana bunaqangi tovlanib turadigan chiroylisidan
Mana ishdan charchab kelganimda qo'ydi tomosha qilib dam oladigan variantidan boqaman degan akalarimizga ona bolalardan ham chiqdi akalar, xudo xolasa. Murat aka 2 dona ona bola. Ina bola bular. Hop, buni bolalarinimi aka? Bolalar ko'paysin-da. Ikkalasi ham chevar, xudo xolasa. Savdogar akalarimiz chevar deyshadi, lekin ikkalasi ham sovliq. Hop, sariqni bolasi qaysi aka? Ag'ida turgan kichikrog'i sariq Bu bolasi. kichikrog'i sariqni bolasi. Mana bu ikkalasi. Bu ikkalasi ina bola. Ikkalasi ina bola. Mana ina bola ikkalasi. Bu yoqda bu ina bola. Jonivor yomon hurkak ekan. Qo'ydi qaranglar. Zo'rada olaman deganlarga, xudo xolasa. Buni endi Murat aka bo'ybaslarini nechiga beramiz? 85 olishaveradi, 80 ham olishaveradi. 80 olishovsa aka, 85 ga sal qiynaladi. Akalar 80 ga olaverasizlar, xudo xolasa. Yoshlarini nima deymiz aka buni? Yoshlari 6 tishdan. Yoshlari 6 tishdan, xudo xolasa, lekin bolani ham zo'r beribdi jonivorlar. Bolani buni qorasini ham bolani boqib qo'yganini qarang. Dumbalik qilib qo'chqorga o'xshatib boqib qo'yibdi akalar. Zo'ridan olaman deganlar telefon qilib aloqaga chiqasizlar. O'sha gapim akalar. Jonivorni qarang. Mashallah. Mana yosh. 6 tishgali rost mana chiqarib ulgurmabdi ham. Hop, Dilmurod aka, endi buni donalabga ham ayting aka narxini. Juplabga ham ayting. Nimagaki? Kimdir sariq ishqivozi. Bu narximi? Ha, 20 million. 20 million jupiga. Ha, Kami bor. kami bor. Dangal o'tib. Dangal o'tib beraman. Navruzbek, Ho'k. dangal o'tib bermasam yana bu ala qilmayapsiz. Voy aka, siz dangal o'tmayapsiz-da, bitta narx aytib turib bo'ladi deb olyapsiz. Buni bitta narxda aytgandan keyin o'tib ham bering. Arzonchiligingiz qayda qoladi aka siz? Beraman. Ikkalasiga 500 ming o'tib bersam bo'ladimi? 500 ming emas, dangal 500 o'tim ming o'tib aka. bersam bo'ladimi? 1 million o'tib berasiz xolasmi ikkovidan? Ha. Ha, uni bo'lmabdi aka. Arzonchiligimiz qayda qoladi? Bunday aka, mana shu ikkita qo'yingiz bor-ku. Qo'yda qilmasa ham, mana obunachilarimiz sizga olgandan keyin duo qilib qo'yishadi aka. Mana uni dangal o'tadigan yerdan ayting aka. Qarang. 500 mingdan emas, 1 millionni o'tib beraman. 18 millionga bor aka. Joningiz sog' bo'lsin. Jupini olaman deganlar mana 18 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqarasizlar. Lekin akalar mash bolasini ham bozorda hech kim bermaydi. 4 million, 4,5 millionga. Bu narsa aniq. Ishonmasalaring bozorga chiqib ko'ringlar. Mana shunaqa qo'zlar nech pul bo'layotganlarini bir bilinglar. Endi buni sariqina bolani nech pulga berasiz? Qorani nech pulga beraman? 10 million so'm. 10 millionga. Bo'ladigani. Bo'ladigani. Hop, qorani-chi? 8 millionga beraman. Qorani 8 millionga. Akalar, lekin ikkovini olsalaring ozmoz xayriga o'tib ham berasiz aka. Arzonchida doim arzon deydi-yu akalar. Sizlar laykni bosib turinglar, bundan keyinga ham qo'chqorni haqiqiy papalaridan chiqadi, xudo xolasa. Laykni bosinglar, qo'chqorlar. Bugun partiyamiz ko'p, laykni tarsillatib komment yozib olsin. Yaxshimi, yomonmi? Noto'g'ri yozgan odamga uzr so'raymiz, yaxshi yozgan odamga rahmat deb qo'yamiz. Xo'p. Hurmatli obunachilar, bo'lmasa biz bu 5-partiyamiz edi, biz bo'lmasa 6-partiyamizga o'tamiz akalar. Akalar, xudo xolasa 6-partiyamizga mana bunaqangi garbanosli, chiroyli qo'chqorlar chiqadi, xudo xolasa. Mana jonivorni qaranglar. Kameraga sig'may qolyapti. Oyoqlarimni olaman desam, oyog'ini olaman desam, boshini olamasam, oyog'i sig'may qolyapti akalar buni. Dumbovoshlari kelishgan zo'rlaridan oladiganlar telefon qilib aloqaga chiqinglar. Qo'y qayda arzon, Navruzbek kanalida arzon. Navruzbek. Adilmurod aka. Go'sht yo'nalishiga olish olsin. Zot yo'nalishida chiqarmay qo'ramiz, bu zot toza bo'lsa ham. Go'sht yo'nalishiga olsin, mana bu qo'yiladi. Jonivorlarni qaranglar, xudo xolasa kattalar. Ko'rdingizmi, nima deysiz eshaytiga? Eshaytiga layk bosishadi, obunachilar aka. Ashi garbanosiga laykni bosishadi, xudo xolasa. Jonivorni bir bo'ylarini o'lchaylik aka. Bo'ylari 97 mi? 95 ashnaqa. 90-95 olish. Oyoqlarini to'g'rilab olasiz. Jonivorni. Mana akalar. 90 mana 95,5. 95 ga olaverasizlar akalar. Xudo xolasa bularning narxi ham arzon bo'ladi. 7 sog'lomliklariga nima deymiz aka buni? Yo'q, men aytyapman-ku. Kasal kusal, cho'loq bunday narsalar chiqarmayman men. To'ppa to'g'ri aka. Qo'yiladi qarang jonivorlar. Akalar, ishqivozi telefon qilsin. Haqiqatdan velikanidan oqib yuraman deganlar, velikanidan olaman deganlar telefon qilsin. Mana yeb itishlari akalar. Gavdavoshlarini qaranglar, jonivorlarni kattaligini. Dilmurod aka, narxini buni sindirasiz aka. Nimaga akisiz? Zot yo'nalishidagi qo'ydi, go'sht yo'nalishiga ham ololsin deyapsiz.
Bu degani sizda arzon bo'lish kerak demak. Xo'p, Navruzbek, bularni men qarang. Ha aka. Bular hali diqqatli yurishmasin. Yashini ham aytib qo'yaylik shuni. Yoshi qanaqa aka? Mana monos Yoshini 4 tish, so'ramabmiz. mana monos 4 Bunisi tish. 4 tish garbanos Ha, degan. Garbanos 4 tish. Rasa bo'yda. Buni Xudo 6 xolasa. tishga chiqqan. Bunisi 6 tishga chiqqan. Velikan. Jonivorlar sovuqlikning ichida ishlagan Ha, shekilliga sal sovuqlik ichida ozib yurgan qolibdi. qo'ylar. Sovuqlikning ichida yemni ham endi ko'ryapti. Dalavashda akalar Zumrad akamizda dalavajlari bo'ladi. Ha Buni aka. og'on odam yemga o'rgatib oladi bu qo'y. Yemga o'rgatib oladi. To'g'risi. Zumrad aka narxini gapiring, buni obunachilar kuttirmaylik. Bular narxi 23 million. Kami ham bor. Naval kami. Naval, Ha. o'zingizga javob Javob berasizmi? beraman. Qancha o'tasiz aka? Qancha o'tay? Odamni kulgisini qistat beryapsiz. Haqiqatan dangal shunchalik ko'p o'tverasizmi? Mon qarang, Ha. erkakka erkamiz Ha, aka, ha. 20 millionga beralasizmi? O'zingizga 20 javob millionga bering. bersam, Ha. buni qo'yiladi. 20 millionga beradigan bo'lsam, Ha. mendan og'on odam xursand bo'lib baraka topadimi? Xursand bo'lib kommentlarni yozib tashlaydi xursandlar. 3 million o'tib bergan bo'lamanmi shunda? Ha aka, navval o'tib beraman Navval dedingiz, o'tib beraman o'zizga dedim. javob berish O'zizga kerak. javob beraman, Erkakka men erkak qarang. bo'ling. Buni narsani Ha aka. 20 millionga meni pulimmi, davlatning puli bor aka. 20 Joningiz million. sog' bo'lsin. 20 million so'mga telefon qilib aloqaga chiqinglar. Akamiz nima desa bo'ladi? Qo'pol qilib aytganda naval kam bor deb o'zlari og'zim bilan tushib qo'ydilar. Xudo xolasa mana narxi haqiqatdan sinib ketdi akalar. Bundan keyingi ham partiyalarimiz bormi aka? Bugun bir kanalga o'zi ham bir 405 tami 406 ta qo'y chishyapti aka. O'shancha tez video qilaylik deb hali qilyapti. Ko'p, yana bor qo'chqar chiqaramiz. Yana qo'chqar chiqar. Qo'chqar chiqaramiz. Qo'ydi turidan chiqyapti akalar. Videoni oxirigacha ko'ringlar. Garbanos qaranglar. Yasalganga o'xshaydi jonivor. Akalar, ana bu qo'ylar umuman boshqa tema. Mana bu qo'chqorni garbanoslari vobshe boshqa tema akalar. Jonivorni qaranglar. Boshqacha temadagi qo'ylarimiz yetib kelgan, xudo xolasa garbanoslarni qaranglar. Endi buni qo'yib yuboring aka. Jonivorlar zo'ridan olaman, qo'zisini qidirib yuribman desalaring. Qayda bor bunaqa qo'ylar? O'sha o'zlaring aytganday Navruzbek uz kanalida bor, xudo xolasa. O'zim tarbiyalayman deydigan odam bu. O'zim tarbiyalab boqaman deganlar. Maza qilib boqib, o'zim ko'paytiraman, sovliq zo'rlaridan olib. Haligi partiyada chiqqan sovliqlardan tanlab mashinalarga qo'chqarlar qo'shib olchi olsin. To'ppa to'g'ri aka. Zumrad aka, men hayron qolayotgan joyim hozir umuman hech qaysi kanalda chiqmayotgan, pashto O'zbekistonga hozir anchadan beri o'tmayotgan qo'ylarni chiqaryapsiz-da akasi. Qaydan to'g'ri kelayotganingizga hayronman jonivorlar. Bular ertaroq o'tgan, hozir o'tmagan bular. Qirg'iziston ochiqligida o'tgan. Ertaroq o'tgan bular, Navruzbek. Yedish sog'lomliklariga Bir hafta garantiyalari bor. garantiya. Bir hafta garantiyalari bor, xudo xolasa jonivor. Kasal, yo'tal, umuman muammosi. Umuman muammosi yo'q, xudo xolasa. Garbanosini Oyoq qaranglar, qo'llari mashq qo'ydi. Oyoq qo'llari mana ular. Oyoqlarini ham baribir ko'rsatish kerak-da, obunachilar nimaga desalaring, masofadan turib onlayn savdo qilib oladi kimdirlar. Endi baribir oyoqlarini ham ko'rsatish kerak akalar. Sizlar uchun astoydil harakatdamiz akalar. Sizlar ham bizni paddeshga qilgan holatda laykni bosib turinglar-da akalar. Xudo xolasa ozgina mehnatimizni qadrlasalaring, albatta biz ham xudo xolasa xursand bo'lib qolamiz. Jonivorlar, voy mashalloh, tinig'ini olaman deganlar aloqaga chiqasizlar akalar. Buning garbanoslarini qaranglar, jonivordi, mashalloh. Taglari ham juda oppog'idan ekan. Xo'p, akalar, qo'ylar yo'qsa o'sha aytganimda kommentariyada mashalloh, Allohning mo'jizasini qaranglar. Mashalloh deb yozib ketinglar. Zumrad aka, bo'ylarini nechiga beramiz aka? 80 olishaveradi, 80 baland bular. 80 olishaveradi, xudo xolasa 80 ga olaverasizlar akalar. akalar. Qaramman men. O'sadigan narsa bular hammasi. Hozir chiqadigan qo'ylar hammasi o'sadigan. Necha oylik atrofidagi qo'zilar endi bular aka? Bular yosh bular 8 oy, 9 oy bo'lsa kerak. 8 oy, 9 oy. Uzab ketsa 9 oy akalar. Mana shunaqa qo'ylar kerak bo'lsa, ehtiyojlar, mashq qo'ylar tugab qolsa ham mana shu qo'raga kelaverasizlar akalar. Assortiment qo'ylarni hammasidan topiladi mana shu qo'rada akalar. Mana buni dumbalarini qaranglar. Zumrad aka, endi buni mayda-chuda qilishni keragi yo'q. Videomiz cho'zilib ketyapti. Bugunga pashti kino olganday bo'lyapti. Partiya ko'payib ketdi aka. Buni Xo'p, narxini ayting aka. Navruzbek 9 dan beraman. 9 dan berasiz, dakansa o'tib berasiz yana. Haligina naval o'tib beraman deb ziyonga ham kirib ketdim shiliga, ikkita katta qo'chqarga. Endi aka, erkak bo'lib tug'ilganmiz, o'zimizga javob beramiz. Gapirimizga javob beramiz. Endi bo'ldi, bularni javob beramiz. Bularni nech pulga beramiz aka? Endi buni narxini ayting. Aytdim-ku 9 million. Kami ham bormi? Kami ham bor-da. Kami qanchadan bor aka? Navalmasa endi. O'sha naval kami bor deb
Aytyapman, Naval deganingizda bir to'g'ri kelib qoldingiz-da. Aka obunachilar obunachilar mazza qilsin dedim. Qanchadan o'tib berasiz? 500 ming o'tib beraman. 500 mingni o'tib berasiz. Mo mayda chizasi yo'q. 1 milliondan yana 3 million o'tib berasiz boshqa gap yo'q aka. Aka, obunachilar sizni arzonchi deb taniyman. To'xtab turing. Hop, men yana 1 million bularga 3 million o'tib bersam, Hop. like-ni bosib, otangga rahmat deb komment yaxshi yozishadi. 3 million o'tib berganingizdan keyin xudo xolasa yozishadi aka. Bo'ldi. Joningiz sog' bo'lsin. Akalar mana 8 million so'mdan telefon qilib aloqaga chiqinglar. Lekin mana bu bitta ikkitasini olganlarga nima deymiz aka buni ichidan? Ularni bitta ikkita olganga pilusi bor. Pilusi bor. Akalar telefonda kelishaverasizlar, lekin pilusi yaxshigina bo'ladi. Nimaga qo'yiladi? Zoti vobshim boshqacha narsalar xudo xolasa jonivorlar. Uchqurlar o'sha ham bo'lmayapti. Bo'lmasa biz bundan keyingi ham partiyalarimiz bormi aka? Bor. Bundan keyingi ham bor akalar. Videoni oxirigacha ko'raveringlar. Bugun video tugamaydi xudo xolasa. Qorong'i tushguncha bor. Tushguncha partiya bor. Ash osmonda oy ko'ringungacha olaveramiz akalar xudo xolasa. Navbatdagi so'nggi partiyamizga xudo xolasa mana bunaqangi kashtan sovliqda 2 dona chaman variantlaridan chiqib qoldi xudo xolasa. Gulmurod aka endi bular yosh oyliklari qanaqa aka? Bittasiga 4 tish, bittasi 6 tish. Bunisi 4 tish bo'lsa kerak a? Qaysinisi 4 tish aka buni? 4 tish, bittasi 6 tishda, aniq, to'g'risi ko'p qo'ydi. Gulmurod akamizda hozir ko'p qo'ydi ichida eplamayaptilar. Mana 6 tish ekan akalar buni. Narigisini ham ushlab ko'rsatinglar. Tushaylik. Ushanglar mana shuni ham. Jonivorlar lekin dalavaj bo'lgani uchun ozgina hurkagroq akalar. Tishini ochib ko'rsatinglarchi. Mashalloh. Zo'r ekan xudo xolasa. Bir donasi 4 tish, bir donasi 6 tish. Bo'ylarini nechiga beramiz aka? Qorong'i tushib ketyapti, oy chiqib qoladi. 85 pilusga olasiz, 80 ga olishaversin. 80 pilusga olishaversin aka. 80 pilusga olaverasizlar akalar, xudo xolasa. Jonivorlar lekin ikkovi ham bo'g'oz aka, xudo xolasa. Bo'g'oz. Ikkalasi ham bo'g'oz akalar, xudo xolasa. Bo'ylari 80 pilusda, yoshlari bittasi 4 tish, bittasi 6 tish. Ikkovini bir joyga olgan odamga necha pul qilib beramiz? 14 millionga beraman. 14 millionga berasiz. Ayam o'tib berasizmi? Ayam o'tib berilmaydi. Endi ayam o'tib bermaysiz. Necha puldan o'tib berasiz aka? 500 ming o'tib beraman. Siz bo'ldi 3 millionni unuting aka. 3 millionga duo olasiz. Bo'ldi 500 ming o'tib beraman. Bu ikkalasiga 500 ming o'tib berasiz. Yo'q. 14 million deyapsiz. 13,5 million bo'lib qolyapti aka. Lahtaq savdo qilmang aka. Lahtaq savdo qilmam men. 13 million so'mga ketaversin mana. Bor baraka. 13 millionga hurmatli obunachilar telefon qilib aloqaga chiqaverasizlar. Hisori sog'liqni zo'rini olaman, kashtanidan olaman deganlarga mana xudo xolasa shunaqalarda. Bugungi mana shu videolarimiz edi akalar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Alloh chorvalaringga baraka bersin. Keyingi videolarda ko'rishguncha. Qanaqangi qo'y kerak bo'ladigan bo'lsa, mana shu qo'y fermaga kelaverasizlar xudo xolasa akalar. Qo'y seroq.